ikki davlat AQSh tomonidan Eronga qarshi urushga qo'shilishi mumkin. Eron oliy rahbari Amerika Qo'shma Shtatlari bilan muzokaralarga rozilik berdi. Eron bilan urushda qancha isroillik halok bo'lgani aytildi. Xitoy Amerika Qo'shma Shtatlari bilan suv osti urushiga tayyorgarlik ko'rmoqda. Isroil 2 nafar tez yordam xodimining umriga zomin bo'ldi. Saudiya Arabistoni valiahd shahzodasi Muhammad bin Salmon Amerika Qo'shma Shtatlarining Eronga berayotgan zarbalariga qo'shilish qaroriga yaqin turibdi. Bu haqida o'z manbalariga tayanib The Wall Street jurnali xabar qildi. Saudiyaning urushga kirishi faqat vaqt masalasi, deydi nashr manbalaridan biri. Qayd etilishicha, urush boshlanishidan oldin Saudiya rasmiylari Eronni bombardimon qilish uchun o'z obyektlari yoki havo hududidan foydalanishga ruxsat berishdan bosh tortgan. Ammo Tehron Saudiyaning muhim energetika obyektlari va mamlakat poytaxti Ar-Riyodga raketalar va dronlar bilan zarba bera boshlagach, arablarning fikri o'zgargan. Tashqi ishlar vaziri Shahzoda bin Faysal ham qirollikning sabr-toqati cheksiz emasligi haqida ogohlantirgan. Eron tashqi ishlar vaziri Abbos Aroqchi Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Donald Trampning maxsus vakili Steve Witkoff bilan telefon muloqoti chog'ida mamlakat oliy rahbari Mujtabo Xumanai Washington bilan muzokaralarni ma'qullaganini ma'lum qildi. Ma'lumotlarga ko'ra, Witkoff va Aroqchi o'rtasidagi suhbat joriy yilning 19-mart kuni bo'lib o'tgan. Washington va Tehron o'rtasidagi to'g'ridan-to'g'ri aloqalar haqida esa xabar qilinmagan. Suhbat davomida Aroqchi Xumanai urushni tezroq yakunlashga tayyorligini, biroq bu Tehron shartlari bajarilgan taqdirda yuz berishini bildirgan. Eron shartlari shundan iboratki, boyitilgan uranni Rossiyaga olib chiqib ketishni muhokama qilishga tayyor, biroq yadro dasturi va ballistik raketalardan butunlay voz kechishga rozi emas. Eron bilan urushda qancha isroillik halok bo'lgani aytildi. Joriy yilning fevral oxirida Eronga hujum boshlanganidan beri jami 18 nafar Isroil fuqarosi halok bo'lgan. Bu haqida Isroil Milliy xavfsizlik tadqiqoti instituti xabar qildi. Isroil Sog'liqni saqlash vazirligi 23-mart kuni o'tgan oyning oxirida boshlangan Eron raketa hujumlari natijasida 4713 kishi jarohat olganini ma'lum qilgan. Vazirlik bayonotiga ko'ra, hozircha 123 kishi shifoxonada davolanmoqda. Ulardan 15 nafari og'ir ahvolda. Shuningdek, vazirlik so'nggi 24 soat ichida urush oqibatida 123 kishi jarohat olgani, ulardan 2 nafari og'ir ahvolda ekanligini qo'shimcha qilgan. Ushbu urush oqibatida hozircha Eronda 1340 dan ortiq odam halok bo'lgan. Xitoy Xalq Respublikasi AQSh bilan suv osti urushiga tayyorgarlik ko'rmoqda. O'nlab Xitoy tadqiqot kemalari Tinch va Hind okeani hamda Shimoliy Muz okeanining strategik muhim hududlarida dengiz tubi xaritasini tuzish uchun shug'ullanmoqda. Ushbu ma'lumotlar harbiy maqsadlarda qo'llanilishi mumkin. Bu haqida Returns xabar qilgan. Qayd etilishicha, tadqiqotlar foydali qazilma konlari va baliq ovlash hududlarini qidirishga ham qaratilgan. Harbiy dengiz ekspertlarining tushuntirishicha, Xitoy olgan ma'lumotlar asosida urush boshlangan taqdirda suv osti kemalari jang olib boradigan joylarning suv osti relyefi xaritasi tuzish mumkin. Livan manbalarining xabar berishicha, Nabatiya shahridagi tez yordam xizmatining 2 hamshirasi Isroil kuchlari ularni yordam tarqatayotgan paytda mototsiklini nishonga olganidan so'ng halok bo'lgan. Hamshiralar rasmiy forma kiygan va tez yordam belgisi bo'lgan transport vositasida harakatlangan.